والله قال تضرعوا سأجيبكم فأنا القريب أجيب من ناداني وهو الغفور لكل آثام الورى من جاءه أسيفا من الثقلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p, mana aziz birodarlar, Shayx Munajjid hafizahullohni Shavvol oyini 6 kunlik ro'zasidagi 21 foyda degan kitobini dars qilib o'qib ketayotgan edik. O'tgan safargi darsimizda bir qancha foydalarni o'qidik. Ya'ni 11-foydadan boshlab 11-foydagacha 11-foydadan boshlab 15 ta foyda o'qidik, ya'ni 5 ta foyda o'qidik. Xo'p, ana shu 11-foydada nimani o'tdik? Shavvol oyini ro'zasini kun ora qilib tutsa ham bo'laveradi deb aytdik. 12-foydada Shavvol oyini shu ro'zasida masalan boshqa bir sunnatni ham niyat qilib tutsangiz bo'laveradi. Hozir Shavvol oyini 6 kunligini tutyapsiz masalan. Boshqa bir dushanba, payshanba kunlarda sunnatlar bor. Ana shularni ham qo'shib niyat qilsangiz bo'laveradi deb turib aytdik. Xo'p, 13-foydada agar bir insonni mana shu Shavvol oyidagi ro'zasi shanba kunga to'g'ri kelib qolsa, tutaveradi, makruh bo'lmaydi deb aytdik. Xo'p, 14-foydada bo'lsa, Ramazonda kimi Ramazon bo'ynida qazosi bo'lsa, ya'ni butunlay qazo bo'lsa, 30 kun to'liq tuta olmay qolgan bo'lsa, bu odam mana shu Shavvol oyida tutib beradi-da, keyin Zulqa'da oyida 6 kunlik tutib qo'ysa bo'laveradi. Shu ajr mukofotni oladi. Shayx Sa'diy, Usaymiy rahimahullohlar mana shu bilan fatvo bergan ekan. Endi mana shu holatda hozir yana bir qator aytib o'tamiz. Ya bu o'sha nifosga o'xshagan ayollarni, nifos holati bo'lib qoladi-yu, shu ayollarni misol qilib berdi. Undan boshqa kishilar ham tushaveradi. Lekin mana 15-foydada aytib o'tildiki, bir odam o'zi ataylab ro'za tutmadi Shavvol oyida. Bu odam endi boshqa oyda ro'za tutib bera olmaydi. Mana shuni aytib o'tdik. Xo'p, endi 16-foydaga kelibmiz. Minal i'tiqodati g'ayru sahiha aytayaptilarki, to'g'ri bo'lmagan, noto'g'ri bo'lgan e'tiqodlardan. Ya'ni sahih emas bu e'tiqod. Qanaqa e'tiqod desa, ba'zi bir omi odamlar Shavvolda 6 kunlik ro'zasi. Ya'ni aytadiki, kim shu Shavvolda 6 kunlik ro'zasini tutadigan bo'lsa, fi sanatin 1 yilda falabudda yaltazima somahu kullasana. Ya'ni masalan bu yil tutsa, har yili tutish kerak ekan bu narsani. Bu farz ekan deb turib o'ylab qoladi. Ya'ni mana shunga o'xshagan gaplarni men ba'zi yerda eshitib qoldim. Albatta eshitib hayron qolasiz. Masalan, ba'zi ayollar qoshini terib olar ekan. Qoshini terib oladida, endi nima deyapti? Savolda aytishyaptiki, endi o'sha qosh tergandan keyin doim terib yurish kerak ekan. Uni bir ma'lum miqdorda bir yilmi yoki bo'lmasa 6 oydan doim terib yurish kerak ekan. Endi bo'ldi bu, qilib yuraverish kerak ekan. Shu to'g'rimi deb turib aytayapti-da. Bo'lmasa la'natga tushib qolar ekan deyapti. O'zi mana aytamiz shunga ham javob. Hozir buni ham javobini aytamiz. Ya'ni mana shu qosh terish doim terilaveradimi deb turib aytiladi. Terilmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim qoshini tersa la'nat bo'lsin unga deyilgan. Endi hozir doim teraverish kerak ekan deb turib aytayotgan odamlar kimlar? Shu qosh teradigan, pul topishdi payda bo'lgan odamlarda ular. Va ikkinchi navbatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat qosh tergizuvchi ayolni la'natlamagan. Qosh teruvchi ham, haligi teriyotgan odamda ham va tergizilayotgan. Masalan, men qosh teruvchi bo'lsam, siz terilayotgan bo'lsangiz. Teruvchi odamga ham, terilayotgan odamga ham nima degan? Rasululloh la'nat bo'lsin bularga degan. Qaytarilgan narsa-da. Demak, qilmaysiz, ayollarga tegishli bu. Xo'p, endi hozir bu yerda ham ba'zi odamlar chiqib olib turib o'ylaydi. Xuddi shunga o'xshaydi-da. Bo'ldi, hozir mana Shavvol oyida 6 kunlik tutdingmi, har yil tutishing kerak deb o'ylaydi. Yo'q, bu unaqa emas, bu sunnat bu. Sunnat, shuni bilib qo'yishimiz kerak. Shu yerda ham mana Shayx Munajjid hafizahulloh aytayaptiki, bal hiya sunnatun. Sunnat. Sunnat nima degani? Sunnat degani hukmini aytamiz. Sunnatni qilsangiz, savob olasiz. Qilmasangiz, bo'ldi, sen qilmading, sen bid'atchisan, sen boshqa narsasan, ahli sunna emassan deb turib aytilmaydi bu. Bu sunnat narsa. Lekin boshqa bir asllar bor. Shu asllarni qilmasangiz nima bo'ladi? Inson ahli sunnadan chiqadi. Masalan, hizbiy bo'lsa bir inson, u ahli sunna emas, yoki bo'lmasa boshqa bir e'tiqodlanib olsa ahli sunna emas u. Mana shu narsalarga o'xshab ketaveradi. Demak, mana shuni o'qib ketaveramiz. Man sha'a somaha, kim xohlasa Shavvol oyining ro'zasini tutadi. Ya'ni aytayapmiz, bu farz emas. O'tgan safargi darslarimizda ham aytib o'tdik. Xohlasang tut, xohlasang tutma. Mana shu Shavvol oyining 6 kunligini agar tutadigan bo'lsang, mana 1 yillik ajr qozonasan, tutmasang, asha ajr ham yo'q. Kim xohlasa ro'za tutsin,
va usiba alayha savob oladi. Lekin bir marotaba tutib qo'ygan odamga albatta doim har yilida shu 6 kunni tutish kerak, bu narsa vojib, farziy aylanib qoladi degan gapni o'zi yo'q. Masalan, inson bu yili tutib, kelasi yili tashlab yuborishi mumkin. 6 kunlik tutmay qolishi mumkin. Tutmay qolsa 6 kunlikda bo'ldi, bu odam gunohkor bo'ldi deb aytiladimi? Yo'q, ajrni qo'lga kirita olmadi deb aytiladi. Qo'shimcha ajr bor. Lekin tutmaganligi uchun bo'ldi, qoralanadi degan narsani o'zi yo'q. Shuni bu yerda aytilyapti. Xo'p, 17-foydaga keldik. Hozir yuqorida 16-foydani o'qidik. Demak, 'yani 17-foyda nima deyapti? Ya'taqidu ba'dun nas anna man bada fi siyami sit fa huwa mulzamun bi ikmaliha hatta yantahi. Mana ba'zi insonlarda e'tiqodi bor. Shu e'tiqodni keltiryapti. Kim shu 6 kunlik ro'zasini boshlaydigan bo'lsa, to'ldirishlik vojib deb turib aytadi. Masalan, hozir ba'zi shu mazhablarda ham bor-da bu. Kerak bo'lsa mazhablarda ham bor. Ya'ni bu mazhablarda ham xato fatvo ekanligini bir qator aytib beryapti. Masalan, hozir bugun Shavvol oyidan roza bo'lsak, masalan, roza tutdim. Mana hozir peshin vaqti. Endi peshin vaqtida shunday suv ichib ochib yuborsam bo'laveradimi, yo'qmi? O'zimni xohishimdami, o'zimni xohishimda emasmi? Bu bitta misol. Qarang, Shavvol oyini bir kunni tutdimda ochib yuborishga imkoniyatim bormi, yo'qmi? Yoki dushanba kuni, yoki bo'lmasa hali ayyamul bis kunlar, yoki boshqa biron bir sunnat kuni roza tutdim. Sunnat masalan. Ochib yuborsam bo'ladimi, yo'qmi? Desa ochib yuborsam bo'laveradi. Bu roza tutgandan keyin kechgacha tutish kerak, farz degan gapni o'zi yo'q. Masalan, hozir siz dushanba kuni deb turib roza tutgan bo'lsangiz, bo'ldi, siz kechgacha endi rozani boshlab qo'ydingizmi, roza tutishingiz farz degan gapni o'zi yo'q. Lekin tutsangiz ajr qozonasiz, tutmaydigan bo'lsangiz, ya'ni gunohkor bo'lmaysiz. Mana shu holatda farqiga borib olishlik kerak. Shuni aytayaptiki, ba'zi bir insonlar 6 kunlik rozani boshlaydi-da, shu boshlasa bu to'ldirib qo'yishlik vojib. Shu narsa shart deb turib e'tiqod qilib oladi, hatto tugagunigacha. Uzurmas haligi shu rozani tugatib qo'ymaslik kerak, buzib qo'ymaslik kerak deb aytadi. Shuni aytayaptiki, hada g'ayru sahih. Bu to'g'ri emas, chunki hadisda keladi, as-soimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Ya'ni o'zi nafl roza tutayotgan odam o'ziga o'zi amir degan Rasululloh. Xohlasa roza tutadi va insha aftor, xohlasa ochib tashlaydi degan. Qarang, hadis bizga ochiq dalil bo'ladi. Fali soim ayyaqta siyama tatawwu bi udri. Demak, rozador bo'lgan odam shu nafl rozasini bir uzr sabab bilan buzsa ham bo'laveradi, uzrsiz buzsa ham bo'laveradi. Lekin shu nima qiladigan bo'lsa, buzadigan bo'lsa, qazo qilib beradimi, yo'qmi degan masala ham bor. Qazo qilib bermaydi. Shuni ham aytib o'tib ketyapti. Vala yajibu alayhi qado. Qazo qilib berishlik vojib emas. Ala sahih, sahih so'zga ko'ra. Masalan, ba'zi ulamolar qazo qilib beradi. Mana Hanafiy mazhabida bor, lekin hujjat yo'q, sahih hujjat. Lekin la yasullahu al-ajru al-waridu fil hadis illa bitmami hasid. Lekin mana inson baribir masalan Shavvol oyini hozir bir kunligini tutdi-da, lekin buzib yubordi. Hozir lekin bu degani bo'ldi, endi Shavvol oyini sen haligi ajr mukofotini ola olmaysan deb turib hech kim ayta olmaydi. Boshqa kunni tutib beraveradi. Masalan, baribir 6 kun tutish kerak-da. Masalan, hozir bir kunlikni boshlatdi, hali buzib qo'ydi. Bu bo'ldi, Shavvolda bir kunligini tutdi degan ma'no bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu hisobga o'tmaydi. Shu holati bo'ladi mana. Lekin la yahsullahul ajr, ya'ni hadisda kelgan ajr hosil bo'lmaydi, illa shu 6 kunlikni rozani tutsa keyin hosil bo'ladi. Xo'p. Endi 18-foydani aytayapti. Ya'ni asli yo'q bo'lgan ba'zi bir bid'atlardanki, bu bid'atda asli yo'q. Ba'zi bir insonlar Shavvolda 8-kunini nishonlaydi. 6 kunlik rozani tutsa. Qarang, hozir mana Ramazon rozasi o'tdi. Hayit bo'ldi. Hayitni ham boshladi. Birinchi kun ketma-ket roza tutsa. Masalan, xirasa o'zi yakshanba kuni hayit bo'ldi. Dushanbadan Shavvol rozasini tutish boshlandi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, bozor. Endi hozir 8-kun bo'ladi. Ana shu 8-kuni nima bo'ladi? Nishonlaydi ba'zi insonlar deyapti. 6 kunlik rozani tutib olganligi munosabati bilan. Buni o'zlaricha haligi yaxshi insonlarning bayrami deb nomlaydi. Shu bor narsami, yo'q narsami desa, bu yo'q narsa. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, ammo Shavvolda 8-kuni u bayram emas. Na bir abrorlarda ham bayram emas, ya'ni yaxshi odamda ham bayram emas, buzuq odamda ham bayram emas u degan. Wala yajuzu li ahadin ayataqidahu aidan. Biron bir odam buni haligi bayram deb e'tiqod qilishligi, masalan, hayitni ham bayram deymiz-ku, bu e'tiqod qilish joiz buni. Lekin 8-Shavvolda 8-kunini bu bayram deb e'tiqod qilishlik joiz emas. Bu bid'at bo'ladi. Wala yuhdisa fihi shay'an min sha'iril ayat. Biron bir bayramni, biron bir narsasini, shiorini paydo qilib olishlik ham joiz emas. Xo'p. Endi 19-foydaga keldik. Ya'ni bid'atlardanki at-tasha'um min az-zawaj fi shahri Shavvol. Shavvol oyida uylansa yomon bo'ladi degan gaplar bo'ladi.
Shu ro'zadan keyingi oyda uylansa yomon bo'ladi degan gaplar bo'ladi. Bu bizda ham yuradi shunga o'xshagan gaplar. Men o'zim ham eshitib qo'yganman. Endi shuni bu yerda ham aytib beryapti-da. Yomon bo'ladi deya. O'zi yomon bo'ladi nima degan desangiz aytmaydi. Yomon bo'ladi-da shu deydi. Unaqa ketmaydi. Yomon bo'ladi degani bir shariatdagi narsaga suyanish kerak. Masalan, haligi bizda nimalar gaplar yuradi, shupurgini tikka qilma yomon bo'ladi. Kech payt shupurma, tindag'ingni unaqa qilib kech paytda olma va hokazo shunga o'xshagan ba'zi bir xurofotlar bor. Bular hammasi shirk gaplar. Yo'q bunaqa gaplarda o'zi ayni. Vaqad kanatil arabu tatasha'amu bi aqdin nikahi fi. Mana aytayaptiki, bu yerda Shayx Munajjid hafizahulloh 19-foydada arablarning ichida mana shu Shavvol oyida uylanishlikni haligi yomon hisoblashardi. Yaxshilikka yo'ymardi, yomonlikka yo'yardi. Va hamda aytishardi: "Va ta'taqidu va ya'taqiduna anna al-mar'ata tamtani min zawjiha fi hadhihi shahr." Mana shu oyda ayol kishi eridan haligi man bo'lib qoladi, ya'ni kelolmay qoladi eriga deb turib e'tiqod qilishadi. Kama tamtani unsal al-jamal idha lahiqat va shalat bidanabiha ay rafa'athu. Ya'ni arablarda shu gaplardanda xuddiki haligi urg'ochi bo'lgan tuya bu Shavvol oyida masalan boshqa bir tuya kelib turib qochiladigan bo'lsa homila bo'lmaydi degan bir gaplar o'xshagan shunaqa gaplarni aytayapti. Ya'ni xuddi mana shunaqa bo'lib qoladi. Bir inson nimada Shavvol oyida uylansa yomon bo'ladi degan gaplarni ko'tarib yurishadi. Ya'ni buni asli yo'q. Buni yana asli yo'q ekanligini bitta dalili mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari Oysha onamizga mana bu Shavvol oyida uylanganlar va bana biha fi Shavvol. Shavvol oyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu Oysha onamiz bilan yashashni boshlagan. Bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu tushunarli endi. Xo'p, 20-foyda yustahabu tazawwuju va tazwiju va dukhulu fi Shavvol. Demak, shuning uchun mana hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shavvol oyida uylanyapti. Shavvol oyida masalan shu yashashni boshlagan. Shuning uchun ham 20-foydada aytayaptiki, inson o'zi Shavvol oyida uylanib, shuning uchun u hali 1-foydada o'tdi-da. Bu nikoh oyi deb turib aytildi. Xo'p. Xullas, Shavvolda inson uylanishligi va hamda yoki boshqalarni uylab qo'yishligi, shu Shavvol oyida masalan uylanib o'zini ayoli bilan muloqot qilishligi mana bu sunnat deb turib aytgan. Nima uchun desa, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashlik bor bu birinchidan. Ikkinchidan, johiliyatdagi odamlar shu Shavvol oyida uylansa yomon bo'ladi degan shu johiliyatdagi odamlarda haligi shumlanishligi ularga rad qilish bor. Masalan, bizdek odamlarga shu gaplarni ham aytadigan bo'lsangiz, ha, deb qo'y, nima qilasan, ular qatdan bilibdi, yomon bo'ladi baribir deydi. Xuddi shunga o'xshagan gaplarni eshitib qoldik-da. Masalan, ba'zi bir ayollar chiqib fatvo so'radi. O'zi fatvo ham deb aytilmaydi, o'zi biz hech qachon fatvo bermaymiz, balki ulamolar so'zini naql qilib qo'yamiz. Masalan, mazhabdagi ulamolarning so'zini aytamiz. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanligini. Masalan, nima deyapti? Ba'zi bir ayollar chiqib aytayaptiki, mana meni 28 kun bo'lganimda hali nifosim tugadi. Endi nima qilaman? G'usul qilib ro'zamni tutaveramanmi? deb turib aytayapti. Albatta, g'usul qilib ro'zani tutaverasan deb turib aytdik. Aytsa, u yoqda hali katta buvasi nima qilyapti? Bekorlarda aytibsan 40 kun o'tirish kerak va hokazo shunga o'xshagan gaplar. Qayerdan bo'ldi 40 kun o'tirish kerak ekanligini? 40 kun bor o'tirish kerak. Qachon qon kelsa, qon kelmasa bo'ldi, tugadi. Al-hukmu yaduru ma illatihi deydi ulamolar. Hukm illati bilan yuradi. Shuning uchun ham mana shunaqa yomon bo'ladi degan gaplarni yo'qotish kerak. Shunaqa omma odamlarga insonlar, ahli ilmman deyotgan odamlar ko'proq gapirish kerak bo'ladi. Xo'p. Xossatan idza kana zalika fashiyan va muntashir. Xossatan mana shu hali yomon bo'ladi Shavvol oyida uylansa degan gaplar hammaga yoyilib tarqab ketgan bo'lsa, atayran mana shu oyda uylanishni rivojlantirish kerak bo'ladi. Ahli ilmlar ham mana shu oyga uyg'u berish kerak. Va kanat ummul mu'min Aisha tastahibu an yudkhila nisaaha fi Shavvol. Xo'p, mana ummul mu'minin, ya'ni mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anha ham ya'ni ayollarga Shavvol oyida nima qilishdi, ayudkhila kirgizilishdi, nima qilardi, yaxshi ko'radi. Ya'ni bu degani Oysha onamiz masalan katta ayol bo'lib qolgan keyinchalik mana shu Shavvol oyida ahli qizlarni erga beradigan bo'lsa, Shavvol oyida shu eri bilan qovushtirishdi, masalan, shu oyda haligi nima yashaylar deb turib aytardi. Nima uchun desa, chunki bu oy Rasululloh sunnati. Oysha onamiz o'zi bilgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu oyda nima qilgan, turmushga chiqqanlar. Xo'p. Endi 21-foydaga yetib keldik inshaalloh. Bu oxirgi foydamiz. Minal xurofot, yana buzuq bo'lgan narsalardanki ba'zi bir odamlar e'tiqod qilib qoladi. Anna man tazawwaja baynal aydayn, kim ikkita hayit bayramning o'rtasida uylansa. Hozir mana Ramazon hayiti o'tdi-yu, endi u hali qurbonlik hayiti keladi-da. Endi mana shu bayramning o'rtasida uylanishni aytadi. Bu bayramdan chiqib olib uylanish kerak deydi. Nari hayit o'tsin deydi. Hali bu yoqda kutayotgan kuyov bolani ham qiynashib tashlaydi. U bola ham nima deyishni bilmaydi, siqilib yuraveradi.
Shuni aytyapti-da, ba'zi bir odamlarda shunaqa bir e'tiqod borki, endi bu shunaqa bolalar bo'lsa, shu haligi fatvolar bor ekanligini, shunaqa haligi bu odamlarda o'ylab olgan narsasi xurofot ekanligini eshitib qolsa, yana ham xursand bo'ladi. Xo'p, aytyaptiki, ba'zi bir omma odamlar e'tiqod qiladi. Kimda kim ikki hayitning o'rtasida uylansa, ikkita hayit. Hozir mana Ramazon hayiti, Qurbonlik hayiti o'rtasida uylanadigan bo'lsa, ikki eri xotinning bittasi o'lib qoladi yoki bo'lmasa ajrashib ketadi degan e'tiqodlari bo'ladi. Mana bu ham bir xurofot, safsata bu. Asli yo'q buni ham. Bu faqat bu birinchidan hozir asli yo'q. Ikkinchi navbatda buni Alloh taolo biladigan o'zi g'ayb ish. Siz ajrashib ketasizmi, yashaysizmi, o'lasizmi, bu Alloh taoloning vaqt soati bilan belgilangan har bittasi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan qazoy qadarga iymon keltirishga ta'na toshini otish bor. Qazoy qadarga iymon keltirishdan. To'rtinchidan tatayyurun manhiyun anhu. Bu shumlanish bo'ladi. Bundan zero Rasululloh qaytargan. Yana qo'shimcha qilib aytamiz, 5-dan uylanish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shavvol oyida uylanganmi? Xo'p, mana shu sunnatiga ham xilof bo'ladi. Xo'p, yana aytayaptilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Shavvol oyida Oysha onamiz bilan yashab, mana shu oyda turmush qurganligi bu mana shunaqa safsatalarga nima raddi javob bo'ladi. U o'z-o'zidan ularga rad bo'ladi, ularda hamma aytayotgan gaplar bekor bo'ladi. Mana shu narsalarga mana e'tibor berish kerak. Vallohu alam. Mana aziz birodarlar, qisqa bir tarzda qo'ldan kelgancha 5 ta foyda qilib, mana oxirgisi 6 ta foyda bo'ldi. Shu bilan 21 ta foydamiz tugadi. Demak, bu foydalar nima bo'ldi? Shavvol oyini shu 6 kunlik ro'zasi haqidagi 21 ta foydani aytib o'tildi inshaalloh qo'ldan kelgancha. Ko'pchilikda mana savollarga inshaalloh javob bo'ladi. Xo'p, mana oxirida Shayx Munajjid hafizahulloh duo qilibdilar. Biz ham bu kishini haqqiga duo qilaylik aziz birodarlar. Bu kishi mana qamoqda o'tiribdi Saudiya mintaqalarida. Alloh taolo bu kishini asirligini ozod qilsin inshaalloh. Ajr mukofotlar bersin. Bu kishining kitoblaridan biz ko'p foydalanyapmiz. Nasallallohul qabul va yu'inana ala zikrihi va shukrihi va husni ibadatihi valhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolodan qabul qilishini so'rab qolamiz va hamda shuni zikriga, ya'ni Alloh taoloni zikr qilishga va hamda shukr qilishga Alloh taologa va hamda go'zal ibodat qilishga Alloh taolo o'zi bizga yordam, quvvat berishligini so'rab qolamiz. Valhamdulillahi robbil alamin deb mana bu kitobimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik inshaalloh. Vallohu alam. Bo'lmasa mana shu yerda to'xtaymiz birodarlar. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.